Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni navbatdagi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Bilasiz, mening Tarnoda Telegram kanalim bor. U yerda ko'p so'raladigan mavzulardan bittasi shablon qilishni o'rgating deb ko'p so'rashadi. Shuning uchun bugun sizlarga eng mashhur bo'lgan yo'nalishlardan biri Tailscope yo'nalishida mana shu variantdagi videoni shablon qilishni, Adobe Premiere Pro dasturida shablon qilishni ko'rsatib beraman. Shablon tayyorlash jarayoni uzoq bo'lgani uchun albatta bu darsliklar bir necha qismlardan iborat bo'ladi. Bu va boshqa darsliklar mening Tarnoda privatga yopiq guruhimga joylab boriladi. Shu o'rinda privatkamizni ham sizlarga namoyish qilib o'tsam, yopiq guruhimizda barchaga kerak bo'ladigan yo'nalishlarga darsliklar, shablonlar, modlar joylashgan, shuningdek animatsiya kurslari, montaj uchun kerak bo'lgan materiallar, BMG darslari va ularga modlar, hozir trendda bo'lib turgan hikoya yo'nalishi uchun barcha darsliklar ushbu yopiq guruhga joylangan. Do'stlar, yopiq guruhda darsliklar har doim to'ldirilib boriladi. Biz izlanish va yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Guruh ishtirokchilariga o'zim shaxsan yordam berib, savollarga javob berib turaman. Bemalol kimga qiziq bo'lsa, mana shu havola orqali murojaat qilsin. Barchangizni Tarnoda Telegram kanalimizda kutib qolaman. Demak, Adobe Premiere bo'yicha amaliy darslarimizga xush kelibsiz. Ushbu darsda men sizlarga mana shu videoda ko'rsatilgan shablonni Adobe Premiere dasturida yasab ko'rsatib beraman. Keling, hozir shablonni qisqacha ko'rib chiqadigan bo'lsak. Bu yerda bizada Lotatron aylanyapti. Buni yasashni oldin qilib olishimiz kerak. Keyin 4 ta video joylashgan, 4 ta videoga 4 ta preview joylashgan. Hozir Lotatron aylanib bittasini tanlaydi. Mana o'ng tomondan ikkinchini tanladi va bu yerga qo'l kelib urildi, oynasi sinadi va orqasidan video o'ynashni boshlaydi. Albatta bu darsni diqqat bilan ko'rsangiz, ertaga shunga o'xshagan shablonlarni o'zingiz mustaqil yarata oladigan bo'lasiz. Demak, hozir ko'raylik buni. Bu yerga futaj qo'yilgan, salyut futaji. Video boshlanadi, o'rtada keyin Tailscope o'yini chiqadi. Tailscope o'yini chetiga ikkita yaltiroq chiziq qo'yilgan va mana bu rang-barang chiziq ham qo'yilgan. Bo'ldi, xuddi shunday qilib ketaveradi. Undan keyin boshqasi chiqadi. Mana keyingisi chiqadi. Xuddi shunday qilib 4 ta video ham bir chetdan aylanib chiqadi. Demak, buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar mana shu 4 ta video. Shunaqa videolarni men hozir mana shu Elotan kanalidan ko'rib qoldim, topdim. Endi aynan shunday bo'lmasligi ham mumkin, lekin bizga mana shu Soda Pop degan joyi to'g'ri kelyapti. Shuning uchun mana shu videodan 4 ta video skachat qilamiz. Mana shuni yoki shunimi, mana shu 1 daqiqadan o'tadigan xohlagan bir 4 ta video skachat qilamiz. Mana do'stlar, 4 ta videoni ham skachat qildim. Mana birinchi Qorbobo, Kuchuk, bu kim? Brainrod politsiyachi va mana bu Ko'rshapalak. Bularning har biriga keyin previewlarini ham skachat qildim va videoni raqami bilan birgalikda bir xil qilib raqamlab chiqdim. Bu albatta juda muhim. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa, demak, bizga avvalambor mana shunaqa ramka kerak. Buning uchun bizlar Yandexga kirib Rainbow Line deb qidiruv beramiz, poisk beramiz va razmerlarini kattaroqlaridan olamiz. Mana shunaqa qilib biror bir ramka topamiz. Bizning ramkaga o'xshaydigan hozir buni ko'rsataman. Masalan, mana shu bo'ladigan bo'lsa, sifatli qilib ochamiz, kopiya qilamiz. Photoshopga kirib
stavit qilamiz. Demak, mana qo'yib oldik. Endi avvalambor biz ramkamizni sal bunday uskroq qilamiz va mana shunday qilamiz. Esingizda bo'lsa, mana bunda shunaqa sal egri bo'lgan. Endi yangi sloy ochamiz va yangi sloyimizni chizib olamiz. Mana shunday ramka qo'yamiz. Va endi qiladigan ishimiz rasmni yuqoriga chiqazamiz va klaviaturada Ctrl Alt G tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, ko'rdingizmi? Mo'jiza deydi-ku. Mana endi Ctrl T bosib buni sozlab olamiz o'zimizga mos qilib. Xohlasak mana shunday qilib, uskroq qilib, xohlasak mana o'xshadimi? O'xshadi. Yanada chiroyli qilaman desangiz, o'tirib yana qilaverasiz. Endi buni mana bu premogolnikni juda enli bo'lib ketgan bo'lsa, mana shunday qilasiz. Mana. Premogolnik tayyor. Endi ekran o'rtasiga qo'yish kerak. Mana pustoy sloyda turamizda, Ctrl T bosamiz. Mana nuqtalarimiz chiqdi. Sloyimizni burchaklarida mana bu nuqtalar chiqdi. O'sha nuqtalarga mos qilib lineyka qo'yib olamiz. Bizani o'sha bu yerdagi ramkamiz turadigan joyi shu bo'ladi. Endi bu ikkita sloyni belgilab turib, xohlasak smart obyektga aylantiramiz. Bitta obyektga aylanadi. Mana shunaqa qilib taxlaymiz. Ctrl G bosamiz. Ctrl T bosamizda 90 gradusga aylantiramiz. Mana. Ctrl H ni bossak, ramka olib tashaladi mana bu. Mana shunaqa bo'ldi do'stlar. Endi buni saqlanib qilamiz. Faylga kirib saqlanib kopiya. Bu yerga ramka deymiz. Ramka PNG deymiz. Saqlanibni bosamiz. Mana bo'ldi. Endi bizga mana shu aylana kerak. Buning uchun bundan keling screenshot qilib olamiz. Kopiya qilib buni ham Photoshopga tashlaymiz. Va demak, sal kattaroq qilamiz ekan buni. Aylantiramiz. Ctrl H ni bossak, boyagi lineykamiz yana chiqadi. Mana bu chiziqlarni lineykaga to'g'irlab olamiz. Mana shunaqa qilib to'g'irlab olamiz. Endi bizga aylana kerak. Yangi sloy ochamiz. Bu yerdan aylanani tanlaymiz va Shift ni bosib shunday qilamiz. Bu yerdan zalivkani olib tashlaymiz. Nima qo'yamiz? Ramka qo'yamiz. Ramkamizni qanaqa qilsak ekan? Obvodga deydi. Obvodkamizni qizil qilamiz va 5 kamlik qildi. 20 ko'plik qildi. 15 boring, 15 mayli. Bo'ladi. Keyin bu yerga lineykani olib kirib, mana shunday qilib to'g'irlab olamiz buni. Ctrl plus bossak ekran yaqinlashadi. Ctrl minus bossak uzoqlashadi. Endi aylanamizni to'g'irlab olamiz. Mana bo'ldi. Eskisini o'chirib turamiz. Mana endi o'zimizni aylanani nuqtalari bilan o'zimizni lineykaga to'g'irlab olamiz. Boyagi lineykamizga. Buni juda to'g'ri qilishimiz kerak. Juda to'g'ri, chunki ertaga aylangan vaqtida egri aylanadi bo'lmasa. Mana bo'ldi. Mana bu ramkani o'chirib turamiz. Demak, bizga 4 ta bo'lakka bo'lingan. 4 ta bo'lakka bo'lingan bo'lsa, buni endi maskada qilamiz. Adobe Premiere'da maskada qilamiz va aylantiradigan bo'lsak, mana bu spin degan narsa kerak bizga. Spin degan narsa kerak. Buni yangi sloy ochamiz.
kichkina aylana qilamiz. Mana kichkina aylana qilamizda. Keyin bizaga nima kerak? Uchburchak kerak. Uchburchakni ham olib kelamizda bunga. Keling oldin mana bu spinni to'g'irlab olaylik. Ishlashga qulay bo'lsin bizaga. Mana shunday qilib olamiz. Keyin to'g'irlaymiz uni. Mana shunaqa bo'ladi. Ctrl T bosamiz, keyin eniga tortamiz buni. Mana shunaqa bo'ladi. Buni o'chirib turamiz endi. Mana bizaniki chiqib ketdi nimadan? Yumaloqdan chiqib ketdi. Buning uchun ozgina kichraytiramiz. Endi mana bu aylana bo'ladigan bo'lsa, buni bosib bunday qilsak, shu yerida ortiq chiqib ketadigan joyi bor ekan buni. Ctrl D, Ctrl T bosib sal kichikroq qilamiz mana. Endi buni rasterga aylantiramiz va keling rasterga aylantirishdan oldin buni rangini qizil qilaylik. Mana. Va rangini qizil qildik. Endi bunga zalivka obodkasini 10 beraylik va oq berishimiz kerak. Obodkasini oq beramiz. 10 ko'plik qildi. 5 qilamiz. Mana orqa fonni qora qilib turaylik. Mana. Yo'q. Ko'plik qilyapti. Ko'plik qilyapti. Demak, 2 qilamiz. Mana 2 bo'ladi. Epilipsga ham shunaqa qilamiz. Zalivkasini qizil qilamiz. Obodkasini oq qilamiz. 2 qilamiz. Mana endi buni rasterga aylantiramiz va mana shunaqa qilib treугольникdan ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Buni internetdan tayyorini olsangiz ham bo'lardi, lekin biz hozir hamma narsani o'zimiz qilib ko'rishimiz kerak. Shuning uchun shunaqa bo'lyapti. Endi mana shunday bo'ldi. Treугольник, ellipsni ham rasterga aylantiramiz. Endi bularning ikkitasini bitta qilamiz. Объединить слой qilamiz va bu joylarini bo'yab yuborishimiz kerak qizilga. Mana shu joylarni pipetkani olamiz, qizilni olib, kichraytirib buni najmni 100% qo'yib, shunaqa qilib to'g'irlab olamiz buni. Idealni bo'lishi shart emas bizaga. Mana bo'ldi. Endi bunga spin deb yozishimiz kerak. Yangi tekstoy sloy ochamiz. Spin deb yozamiz. Oqqa bo'yaymiz buni. Qilamiz. Endi bunga ozgina soya berish kerak. Soya beramiz. Mana ko'p emas, ozgina. Mana shunaqa bo'ladi. Obrazesni o'chirib turamiz. Endi
yoqamiz buni. Buni yoqamiz. Ha, bu ramka bizada. Mana endi mana shu spinimizni tekst bilan bir qilamizda bitta papkaga joylaymiz. Obedient qilsak ham bo'ladi. To'xtang, hozir spinni ozgina tushiray. Mana bo'ldi. Endi buni ikkitasini bitta papkaga joylasak ham bo'ladi. Keyin buni o'rtaga ko'taramiz mana. Shunaqa bo'lib turadi. Mana shunday bo'ladi. Endi buni saqlanib qilamiz. Birinchi klip saqlanib qilamiz. Hozir agar biza buni ikkitasini belgilab turib aylantirsak mana. Normalni aylanyapti. Hech qanaqa egrilik yo'q. Pastga, balandga, o'ngga, chapga ketishi yo'q. Endi saqlanib qilamiz. Saqlanib как. Aylana deymizmi? Spin deymiz. Spin deymiz. PNG qilamiz. Mana. Bu ham tayyor. Endi bizga nima kerak? Qolganlari Adobe Premiere'da bo'ladigan ish endi. Bularni hammasini Adobe Premiere'ga olamiz endi. Darsimiz biroz cho'ziladi, bir necha qismdan iborat bo'ladi. Adobe Premiere'ni ishga tushiramiz. Yangi proyekt ochib, 1920 ga 1080 proyekt ochib, buni bilsangiz kerak mana bu yerdan. Mana 1920 ga 1080 ochib, endi bu yerga obyektlarimizni tashlaymiz hammasini. Hammasini olamiz va olib kelib tashlaymiz. Bizda mana ramka bor. Ramkamiz bor. Keyin spin bor. Spin. Va mana bu 4 ta nima endi. Buni yuqori ko'tarib turamiz. 4 ta rasm bor bizda. 1 2 3 va 4-rasm. Mana shunaqa rasm bo'ladi. Endi bularni hozir 100% qilamiz. Belgilab turib, masshtab berib, parazmeri kadr qilamiz. Ekran to'liq bo'ladi. Endi bularni yarim foizga qilib chiqishimiz kerak. 50% qilamiz. 4 3 2 ni o'chirib turamiz. Mana birinchini. Endi buni bu yoqqa tortamiz. CapCut'ni shiri yaxshi, CapCut'ni avtomatik qiladi. Mana bu yerda turadi. Ko'rinmayotgan bo'lsa yaqinlashtirasiz. Mana foizini ko'paytirib turib, yanada ko'paytirib turib. Lekin Adobe Premiere'ni imkoniyati ko'p. Mana 271, mana 269 da turdi. Bu yog'ini ko'ramiz mana. Buni bir yasab olsak bo'ldi, keyin bizga kerakmadi. Saqlanib qilamiz. Ikkinchi proyekt nimamizni ochamiz. Rasmimizni 50% qilamiz va buni yuqoriga bu yoqqa ko'taramiz va bu yoqqa ko'taramiz. Masshtabni 400% qilamiz. O'ngga borib, yuqoriga borib, endi buni regurovka qilamiz mana. Mana bo'ladi 270 bo'ldi. Mayli, buni ham 270 qilib qo'yaylik. Ikkalasi bir xil bo'lsin. Keyin o'ngga chapgani regurovka qilamiz mana. Bo'ldi, bu ham tayyor. Masshtabni o'zini holiga keltiramiz. 3-rasmimizni ochamiz. Bu yerga kirib 50% masshtab beramiz. Pastga tushiramiz va o'ngga suramiz. O'ngga surgan vaqtimizda bir narsani ko'rishimiz mumkin. 480 mana. Demak, 3-ni ham 480 qilsak qo'shni bo'ladi. Endi pastga boradigan joyini to'g'rilab olishimiz kerak. Pastki tomonini. Mana bo'ldi.
810 bo'ldi. Endi 4-chini ochamiz. Bu yerga 50% qo'yamiz. Bu yerga 810 bo'ladi mana. Endi bu yoqni ko'ramiz. Bu ikkinchini 270 qilamiz. Ya'ni birinchi 270 ta turgan ekan, 4-chi ham 270 ta turadimi shunda? Ikkinchi. Ha, 1440 ta turgan ekan. Buni ham shunaqa qilamiz. 1440. Mana ramkamizni oladigan bo'lsak, mana hammasi bir-biriga tegib turibdi mana. Saqlanib qilamiz. Endi bularning orqasiga video xuddi shunday qo'yib boriladi. Keyingi darslarda bularga maska qo'yish, bularni keyin dalsha harakatlantirishni ko'rib chiqamiz. Hozircha shu do'stlar. Xayr salomat bo'ling.